Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bir kotyolimiz bitdi, xudo xolasa. Gradusnik hamma narsasini o'rnatib berdik. Uyimiz общий 12 точка. Batareyalar akvadan qo'yildi. Ko'rib turganlaringizday. Hali bir marta qo'shildi. Undan keyin qo'shilmadi. Xudo xolasa ko'mir zakaz etib qo'yibdi. Yana bir kotyol turibdi. Ikkinchisini ham uстановка qilib, xudo xolasa shungacha ko'mir kelsa, полный gazovat etib qizg'anlardan xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz ham nasosdan, ham samotokdan qizatim bo'ldi. Buni o'rab qo'yganning sababi bu uning o'zida yana bir дополнительный kotyol qilinib yuborgan. Ya'ni ishlayverdik o'zlarimiz. Qo'shimchasini, ya'ni havo yanada issiqlik zayak etmasligi uchun дополнительный qo'shib yubordik. Xudo xolasa ertaga ko'mir kelsa, polni qizdirib, nasib ikkovini ham bir videosini qo'yaman. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Kotyol haqida to'liq ma'lumotni bilmayman. Bu egasi zakaz qildirib ishlangan. Sutkasini 2 xalta, ya'ni